Salam qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumat mas'ullari Fransiyada qarindoshlar bilan jam bo'ldi. Sharq Turkiston surgunda hukumat mas'ullari 1-iyul kuni Fransiyadagi qarindoshlar bilan uchrashdi. Uchrashishga o'xshamagan qarashdagilar qatnashdi. Fransiya Uyg'ur birligi va Sharq Turkiston surgunda hukumatining Fransiyadagi millat vakillarining sohibxonligida tashkillangan yig'in kun tartib bo'yicha Sharq Turkiston davlat gimni bilan boshlandi. Yaqinlashayotgan 5-iyul qatliamiga munosabatlik e'lon qilingan uchurlar haqida bilganlarni o'rtoqlashishga taklif qilingan Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi 5-iyul qatliami haqida to'playotgan uchurlardan ba'zi ma'lumotlarni so'zlab berdi. Arqadan 5-iyul şehitlerinin ro'yiga Fatiha o'qildi. Undan keyin sahnaga taklif qilingan Sharq Turkiston surgunda hukumati mas'ullari qarindoshlarning so'ragan savollariga javob berdi. Savollar Sharq Turkiston surgunda hukumatining xizmatlari haqida, navbatdagi xalqaro vaziyat va buning milliy istiqbolimiz bilan bo'lgan munosabati qatorliq keng temalarda bo'ldi. Shundaqla navbatda dushman ayg'oqchilari bozorga selayotgan atalmish xalq saylimiz sapsatisi haqida aniqlama berildi. Rolunu yüzbarani tushuntirib, hukumat haqidagi xato qarashlar va hukumat ustida o'ynalayotgan o'yinlar, dushmanning buzg'unchilik harakatlari, xato tushuncha, xato tunishlar qatorliq bir muncha masalalarni yüzbarani so'zlash uchun bu safarga chiqdik. Seferimizin birinci bekiti Şevtsiya oldu. Şevtsiyada qarindoshlarımızın hata tushunchalarga, savollarga, hukumat haqidagi tuhmatlarga javob berish arqasidan yeni millat vakillarimizni saylab chiqdik. İkinci bekitimiz Norvegiya oldu. Norvegiyada bu tartib o'xshash şekilde tekrarlandı. Üçüncü bekitimiz Belgiya oldu. Belgiyada bizning yana boshqa görüşmelerimiz vardı. Birisi Belgiya Avrupa İttifaqının merkezi bo'lganligi uchun Avrupa'nın siyasi paytaxti bo'lganligi uchun Fransiyadagi qarindoshlarning Sharq Turkiston surgunda hukumatiga bo'lgan ishonchi, mayilligi ko'rinarli darajada namoyon bo'ldi. Bu qatimqi Yevropa safari jarayonida besib o'tilgan davlatlarning hammasida ko'rilgan o'rtaq kayfiyatmi mana shu Sharq Turkiston surgunda hukumatining kun sayin xalqimiz tarafidan tunilayotganligi, kun sari qiziqish, mayillik tug'dirayotganligi bo'lib, bu hol Fransiyada tasdiqlandi. Xalqdagi bundaq ijobiy yo'nalishdagi o'zgarish, Sharq Turkiston surgunda hukumatiga qaratilgan ishonch, surgunda hukumat mas'ullarini suyundirish bilan birga hukumatimizga burchining ig'irligini eslatdi. Xalqning ishonch yukini ustiga olgan hukumat yangi tarixiy davrda texmi zo'r tirishchanlik ko'rsatmasi bo'lmaydiganligini tunib yetdi. Bu haqdagi millat vakillari bilan elib berilgan ayrim suhbatda bu nuqta alohida ta'kidlandi. Mas'ullarning bildirishicha, Fransiya safari mo'ljaldagidan muvaffaqiyatli bo'lgan. Mustaqillik masalasini quyosh misoli ism va jism bilan vujudga keltirishga tegishli istiqbol o'rnida ko'rmasdan, ömür hayotni beberlashtirib o'tilgan atalmish siyosiy analizlarni, sapsatsiy utopiyalarni bahona qilib, eg'izdan chiqqan o'rga o'xshash muomala qilib o'tkazgan, xalqni so'z o'yiniga bo'g'ib tashlatish orqali yatlashgan ideologiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalashdan kayflanib yashagan va shu yo'lda qurbon bo'lgan bu bechora qahramonlar milliy tarixning yuziga tushgan o'chmas va o'chirgili bo'lmas dog' bo'lishdan boshqaga yaramadi. Uningdanmi xatarlik bo'layotgani bu dog'ning bugunmi farqli melodiyalarda takrorlanishiga yo'l qo'yishimiz. Ishning shakl va mojaro qismiga chepilib qilib, mohiyatini va orqa ko'rinishini butunlay diqqatdan soqit qilishimiz bo'lmoqda. Darvaqa, muhabbat va nafrat, haqiqat va safsata orasidagi madorlarga ko'milib yashayotgan bu holatimiz ma'lum ma'noda bizning kelgusi uchun daqqa aylanishni qabul qilayotganligimizdan, mal'ullikqa haqdodiga yetkazib loyiqlashib qolgan xalq ekanligimizni isbotlab yashashga moyillashayotganligimizdan derak berib turibdi.
Bundaq afat xarakterlik zihniyetning bizni mashg'ul qilayotganligi bizningla emas, kelgusidagi avlodlarningmi tragediyasi bo'lib qolishi vaqt masalasi xolos. Bundaq qo'rqinchli kelajakning bugungi mas'uliyatkorlariga aylanishdan ortiq baxtsizlik fojia bo'lsinmi? Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.